tushda mo'ypo'xta, may ichish, mastlik, sharob ichish ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, may ichish harom mol deb ta'bir qilinadi. Tushida may ichib mast bo'lganini ko'rsa, maylik darajasiga muvofiq izzat va obro' topishiga dalildir. Tushida aroq yoki maypo'xta ichmasdan mast bo'lganini ko'rsa, unga qo'rqinch va katta xavf yetishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushda may ichish yoki mayiz sharobidan mast bo'lganini ko'rsa, ichgan miqdorda mol-u ne'mati kam bo'ladi. Tushida mo'ypo'xtasi borligini va uni oxirigacha ichib tugatganini ko'rsa, odamlar bilan jang va janjal qilishiga dalildir. Tushida mo'ypo'xta ichiga g'arq bo'lganini ko'rsa, husumatda halok bo'lishiga ishora. Ismoil Ash'asning aytishicha, tushida maypo'xta ichganini ko'rsa, halol molni harom molga alishishiga dalildir. Tushida may sof suv bilan birgaligini ko'rsa, ba'zisi halol, ba'zisi harom molni qo'lga kiritishiga dalildir. Yana aytishlaricha, ayollardan boylikni tortib olishga ishora. Tushida maypo'xta sotganini ko'rsa, birorta harom narsani sotishiga dalil qiladi.